Rossiyaning Mudofaa ministrligiga qarashli halokatga uchragan Tu-154 samolyotining qora qutisi topildi. Bu ishga 3,5 ming kishi va 45 ta kema jalb etilgan. Halok bo'lganlarning jasadlarini Moskvaga shaxsini tasdiqlash maqsadida olib kelishdi. Ayni damda asosiy qora quti topilgani ma'lum bo'ldi. Mutaxassislar laynerning ushbu bo'lagi halokatning sabablariga javob beradi degan ishonchda. Делать какие-то выводы преждевременно рассматривается, конечно же. Qandaydir bir chechim chiqaruga hozircha erta. Topilgan negizgi qora quti izildodan o'tkazilgandan keyin gana jiyintiq aniq bo'ladi. Ağa qatar qirsiqtagan uchoqning boshqa bo'laklarida tavoz degan ishondaman. Bu uchun barliq kuch harakatlar jumshaluda. Hozirda mutaxassislarning taxminicha samolyot halokatiga uchuvchining xatosi yoki boshqa bir texnik nosozliklar sabab bo'lgan. Buni terakt deb aytib bo'lmaydi. Hozirda samolyotning ikkinchi qora qutisi ham topilgani ma'lum bo'ldi. Ta'kidlab o'tsak, 25-dekabr kuni Suriyaga yo'l olgan samolyot halokatga uchrab 92 nafar yo'lovchi hayotdan ko'z yumgan. Bortda ansambl artistlari Suriyadagi Rossiya harbiylarini Yangi yil bilan tabriklash uchun borishgan edi.